8-dekabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakatimizning bosh qonuni, xalqimizning erkinligi va kelajagini belgilab beruvchi muhim hujjatdir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yangi tahriri 2023-yil 30-aprel kuni qabul qilindi. Har bir inson shaxsiy hayotining daxlsizligi, o'z sha'ni va qadr-hurmatini himoya qilish huquqiga ega. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 31-moddasi. Senga turma. Har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligiga huquqiga ega. Har kim istalgan axborotni izlash, bilib olish va tarqatish huquqiga ega. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 33-modda. Har kim munosib mehnat qilish, kasb va faoliyat turini erkin tanlash, xavfsizlik va gigiyena talablariga javob beradigan qulay mehnat sharoitlarida ishlash huquqiga ega. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 42-modda. Assalomu alaykum buvijon, buvijon. Men maktabga ketayotganim. Qiz bolani o'rni oshxonada borimdan ko'ra ishlaringni qil. Olim bo'larmiding? Bor o'ynayotganini qil. Har kim ta'lim olish huquqiga ega. Umumiy o'rta ta'lim majburiydir. Umumiy o'rta ta'lim davlat nazoratida. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 50-modda. Fuqarolar atrof muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majburdirlar. Bu qoida O'zbekiston Konstitutsiyasi 62-moddada berib o'tilgan. Yer osti boyliklari, suv, o'simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy resurslar umummilliy boyliklardir. Ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofazasidadir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 68-modda. Do'stim, nima kelayapsan? Onam mehnatga ketishni ishlasa Ota-onalar o'z farzandlari voyaga yetgun qadar ularni tarbiyasi, ta'lim olishi va g'amxo'rlik qilishga majburlar. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 77-modda. Konstitutsiya o'zini zulmdan himoya qiluvchi adolat qalqoni. Har bir huquqimizni muqaddas qo'llovchi kuchdir. U baxtlilikning mustahkam ustuni bo'lib, xalq irodasi baxt sinovlaridan o'tib, kelajak sari yorqin yo'l ochadi. Konstitutsiyamiz tufayli ovozlarimiz qadrlanadi, huquqlarimiz himoyalanadi va mamlakatimiz poydevori sobit turadi. Konstitutsiya huquqlarimiz qalqoni.